Yo'llarda bir narsa sotayotgan qir boylarni ko'rgan vaqtingizda ular ich ag'irtamsiz. O'zingizning shu boylarga o'xshash qirg'a vaqtingizda turmush halakchiligidan qutlanmasligingizni ansiramsiz. Odam hayoti bolalik, yoshlik va qirliqdan iborat 3 bosqichni besib o'tadi. Kelgusimizga ta'sir ko'rsatadigan faqat bir qatim keladigan eng muhim dasmoyimiz yosh vaqtimiz. Chunki yosh vaqtimiz jismoniy, aqliy va ruhiy jihatdan pishib yetilgan, nima o'rgansak o'rganalaydigan o'zimizni taraqqiy qildirishning eng muhim payti. Yosh vaqtini ching tutmaganlarning oxirgi hayoti qiyinchilik ichida o'tadi. G'arb madaniyati va moddizmchilar time is money, vaqt pul demak, ya'ni vaqt pulga o'xshash qimmatlik deb qaraydi. Bizning dinimiz va Uyg'ur madaniyatimizda vaqt oltildimi qimmatlik. Chunki pulni tepib olg'ili bo'ladi, ammo vaqtni qaytarib olg'ili bo'lmaydi. Ilgirki olimlarimizdan Hasanul Basri aytgandek, odam kun demak, bir kun o'tdi demak, odamning bir qismi o'tdi deganlik bo'ladi. Odamning qimmati qanchalik uzun umr ko'rganlik bilan emas, umrni nimaga ishlatganligi, qanchalik foydalanganligi bilan o'lchanadi. Qiyomat kuni Alloh tunji qilib umrimizni nimaga ishlatganligimizni, bo'libmi yosh vaqtimizni nimaga ishlatganligimiz haqida so'raydi. Payg'ambar alayhissalom odam qiyomat kuni 5 ishdan so'ralmay turib, qadimi hech yerga o'tkazmaydi. Birinchisi umrni nimaga ishlatganligi, ikkinchisi yosh vaqtini nimada o'tkazganligi degan. Hadisda deyilgandek, Alloh taolo tunji qilib odamdan umrninki nimaga ishlatganligini so'raganligi va shu umriga tava bo'lgan yosh vaqtidan ikkinchi qatim yana so'raganligi odamning umr ichidanmi yosh vaqtining qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Vaqtimizdan unumli foydalanganning foydasini mushu dunyodami ko'ramiz, shuningdek vaqtimizni zayo qilganning zinini mushu dunyodami ko'ramiz. Nima uchun ba'zi odamlar nurg'ulg'an natijalarni qo'lga keltirib, dunyo va oxirat uchun shan-sharaf qozonsa, yana ba'zi odamlar hech bir iz qo'ymasdan untunsiz ketib qoladi. Amaliyotda ularning hammasi o'xshashlar bir kunda 24 soat yashagan kishilar. Ammo natija yaratgan kishilar bo'lsa, vaqtidan unumli foydalangan, bo'libmi yosh vaqtidan unumli foydalangan kishilar. Payg'ambar alayhissalom ko'pincha kishilar qadriga yetmay ziyon tortgan ikki ne'mat bor. Biri saqliq, yana birisi bo'sh vaqt degan. Ilgirki olimlarimiz bir odamning vaqtini arzimas ishlar bilan zayo qilayotganligi Allohning unga g'azab qilganligining alomati. Vaqtni zayo qilish o'limdan yomon. Chunki o'lim odamni bu dunyodan ayirsa, vaqtni zayo qilish odamni bu dunyo va u dunyodan ayiradi degan. Vaqtimizdan unumli foydalanish uchun ishlarimizni ratlab, vaqt belgilab, vaqtimizni zayo qiladigan illatlardan yiroq turishimiz kerak. Vaqtimizni zayo qiladigan bir qancha illatlar va buning birinchisi g'ururlik. G'ururlik yo'qsizlikni keltirib chiqaradi. G'ururlik keltirib chiqargan yo'qsizlik Allohning imtihon qilishi emas, balki vaqtni zayo qilganlikning jazosi. Ikkinchisi nishonsizlik. Nishoni bo'lmaslik deganlik Allohning yaratish sababini bilmaslik deganlik. Alloh insonni mas'uliyat va majburiyat bilan yaratgan. Uchinchisi ishlarni keyniga tortish. Dinimizda ishlarni vaqtida qilishga va oldirishga buyurgan. Payg'ambar alayhissalom agar ba'zinglarning qo'lida ko'chat bor holatda qiyomat bo'lib qolsa, shu ko'chatni tikib olsin degan. To'rtinchisi izchil bo'lmaslik. Bir ishni boshlab oyoqqa chiqmasdan yana bir ishga yo'tkilish. Payg'ambar alayhissalom Allohga eng yaxshi ko'riladigan ish oz bo'lsa-mu izchil bo'lgan ish degan. Beshinchisi vaqtga rioya qilmaslik. Deyishga vaqtda bormaslik har ikkala tarafning vaqtini zayo qiladigan bir illat. Oltinchisi haddidan ziyoda ko'ngilchaklik. Boshqalarning ko'nglini avaylab ushtumtut qarasiz uchrashish va takliflarni rad qila olmaslikmi vaqtni zayo qiladigan vaqt o'g'risi. Shuning uchun vaqtdan unumli foydalanib ishlarni plan bo'yicha tugatish uchun yoqni o'rganish lozim. Yettinchisi ko'p uxlash va sahar turmaslik. Atdiganda baldur o'rnidan turish utuq qozonganlarning birdek odati. Payg'ambar alayhissalom sahar turib rizq talab qilinglar. Chunki saharda barakat va muvaffaqiyat bor degan. Yana bir hadisda ummatidan sahar turganlarga barakat tilagan. Esimizda bo'lsin, vaqt demak hayotlik va mas'uliyat demak. Vaqtdan unumli foydalanish, hayotdan unumli foydalanish, mas'uliyatni tunish demakdir. Yuragimiz dar ekan har soqqanda bizlarga hayot bakmo tez o'tar minut balki sukunutdek hayotda qilib ol aslan go'dak ishlarni mengu hayot o'tarsan o'lsang gar tirikdek.